Davom etamiz. Davlatimiz rahbari tashabbusiga ko'ra bunyod etilgan noyob loyiha Islom sivilizatsiyasi markazi Ramazon hayiti va Navro'z arafasida yurtdoshlarimiz uchun munosib tuhfa bo'ldi. Va bugun ushbu markazda xorijlik mutaxassislar ishtirokida tayyorlangan sivilizatsiyalar, shaxslar va kashfiyotlar audio-vizual tasvirli interaktiv mapping film namoyishi bo'lib o'tdi. Mappingda vatanimizning 3000 yillik tarixidagi eng muhim voqealar, buyuk ajdodlarimizning jahon ilm fani, adabiyoti, san'ati va ma'naviyatiga qo'shgan ulkan hissasi tarannum etilgan. Navro'z bayrami uchun yurtdoshlarimizga tuhfa sifatida tayyorlangan namoyish tafsilotlari haqida muxbirimiz Murodjon Ahadov xabar qiladi. Bugun poytaxtimiz Toshkent shahrida oqshom odatdagidan boshqacha o'tmoqda. Sababi endi siz Islom sivilizatsiyasi markaziga tashrif buyurib, tarixni nafaqat eshitishingiz, balki Majmuaning Xorazm portalida namoyish etilayotgan ushbu mapping show doirasida O'zbekistonning qariyb 3000 yillik boy va murakkab tarixini innovatsion vizual texnologiyalar yordamida jonli tarzda tomosha qilishingiz ham mumkin. Ushbu vizual mapping orqali vatanimizning ko'p asrlik va serqirra tarixi, sivilizatsiyalar rivoji, buyuk shaxslar merosi va oliy darajadagi kashfiyotlar yorqin namoyon etiladi. Har bir tashrif buyuruvchi, ayniqsa yosh avlod uchun o'z izlarini chuqur anglash va yurtimiz kelajagi uchun shaxsiy mas'uliyatini chuqur his qilishi imkoniyat beradi. Shu imkoniyatdan foydalanib, shaxsan sizlarning nomingizdan muhtaram prezidentimizga ushbu muvaffaqiyatli va noyob loyihani amalga oshirishdan yuksak tashabbuslari va beqiyos sharoitlar yaratib berganligi uchun chuqur minnatdorchilik bildirsak. Mazkur tashabbus bevosita davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan g'oyalar va topshiriqlar asosida amalga oshirilmoqda. Mapping show mazmunan O'zbekiston hududida shakllangan qadimiy sivilizatsiyalar, buyuk allomalar, ilm-fan va madaniyat markazlari, shuningdek tarixiy burilish nuqtalarini qamrab olgan. Vizual effektlar, yorug'lik va tovush uyg'unligi orqali tomoshabin o'zini go'yo tarix sahifalari ichida his etadi. Bu esa an'anaviy muzey ekspozitsiyalaridan farqli ravishda interaktiv va hissiy ta'sir kuchi yuqori bo'lgan yangi formatni taqdim etadi. Guvoh yulduzli osmon, guvoh mashhur Registon, ustoz shogird yonma-yon samo sirin. Rosa zo'r qilingan. Молодец. Juda ham ajoyib ta'riflashga tejovuz. Rahmat, shunchalik darajada chiroyli qilib, bu darajaga olib kelishni o'zi ham oson emas albatta. Buning uchun prezidentimizga, davlatimiz rahbariga katta rahmat. Mana sa'y-harakatlari bilan shu darajaga olib keldilar. Qurilish jarayoniga ham o'zlari bir necha marta kelib ketdilar. Kecha ochilish marosimi bo'ldi. Televizorda ko'rdik. Bugun kelib mana aylovga o'zimiz ko'ryapmiz. Juda chiroyli, juda zo'r. Mana farzandlarimiz hozir tarixiy filmning namoyishini ko'rib, ya'ni tarixiy bobolarimizni nomini yana bir bor eslashyapti. Juda ham zo'r, bunchalik zo'r bo'lishini kutmagandik. Mo'jiza xullas, bitta gap bilan aytganda. Juda ham hayratlanarli, ko'rishli, hamma kelib ko'rishini tavsiya qilaman. Buni ko'rish kerak, telefonlardagi emas. Faqat ko'z bilan ko'rib, bu his-tuyg'uni his qilish kerak. Alohida ta'kidlash joizki, bugundan boshlab ushbu mapping show doimiy ravishda har hafta davomida sayyohlar va mahalliy tashrif buyuruvchilar uchun namoyish etib boriladi. Bu esa poytaxtimizning turizm salohiyatini yanada oshirish, ayniqsa kechki turizm infratuzilmasini rivojlantirish nuqtai nazaridan muhim ahamiyat kasb etadi. Murodjon Ahadov, Doston Yoqubjonov, Abbos O'tbosarov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.